Hafta salondan 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar arzoniga yaxshi kam yurgan, sifatli, ishonchli avtomobillarni ko'rsatamiz. Mana bir chekkadan boshlasak, mana Haval avtomobilimiz bor. Havalimiz 25-10 ming yurgan, 350 millionlik pozitsiyasi kamiga mana shunaqa Mercedes Iskela 19 lik taqib qo'yilgan tonirovka parolari bor. Narxini 20 ming 500 dollar qilib beramiz. Mana salonlari, avtoparkovkalari bo'ladi. Abdufabagarev eng full pozitsiyasi mashinamiz. Kraskalari top-toza, juda ham tana holatda. Olsanglar maza qilib haydaysizlar. Mana ichlari ham. Keyingisi Toyota Camry'da mana o'zinglar bilasizlar 70-75 kubiklisi vixloplar qilingan, bunga ham 19 diskga tonirovkalar qilib qo'yilgan. Ichlari elektronli, mana besprovodnoylari bo'ladi, gibrid, mana haqiqiy Yaponiyada ishlab chiqarilgani. Dubay, Arabiston davlatlari uchun qarmana salonlisi. Narxini 32.500 deb baholadik. Telefon qila olasizlar. Bundan buyog'iga YouTube videolarni ko'paytiramiz. Tana holatda mashinamiz, lyuklik. Keyingisi Kia Sorento'da 50 ming yurgan 2023. Bu ham mana komfort pozitsiya 7 kishilisi bu. Propan gazlari bor, 4 ta yangi yumshoq balonda, mana hamma narsasi zo'r. Salonlari mana ko'rjalari ham tana turibdi. Orqalarida shtorkalari bo'ladi. Mana 3-qator remesi dinalari. Narxini 31,5 ming deb baholadik. 50 mingdan oshiqroq yurgan 23. Bu yerda 2021 Santa Fe'miz bor. Buni 22si ham bor, ikkalasi ham bir xil 70 mingdan oshiqroq yurgan. Bu mana polni full bo'ladi. Abagrev abduhlari bor, mana knopkalari 2,5 motorlidi. Eng fulli mana Harman Kardon akustika hamma yo'g'i bor. Bagajlari elektrichskiy bo'ladi. Mana shu eng yuqori komplekatsiyasi. Tomlari panorama, 360 kamera, slipoy zonalari bor, diskalari, buni ham balonlari deyarli yangi. Olsanglar maza qilib haydaysizlar. Kelsanglar o'zinglarning avtomobilinglarni ham olib qolib barter asosida ham qilib beramiz. Ozroq yetmagan joyga Nexia savdo ham bor. Cobalt avtomobilimiz bu yerda 11,5 mingga 25-10 mingdan oshiqroq yurgan, tayyor holatda bu ham. Cobaltlar mana ancha narx tushib ketdi, salonlarda ham chegirma berib yubordi. Olsanglar hozir 13,5 ming atrofiga tushadi bu avtomobillar. Mana bu ham 22 ming yurgan ekan, chexol poli hamma yo'q tayyor haydashinglarga. 11,5 mingga beramiz. Bu yerda Tucson avtomobilimiz bor, polni oldi orqa parov dugalari bor. Buni ko'chada sal boshqacharoq rangi ham bor, uni ham ko'rsatamiz. Darkon Blue degan tonirovka oldi orqa parov. Mana balonlari yangi, buni ham 25.800 deb baholadi. Ikkitalab pultlari turibdi. Mashinalarimiz mana ko'rjalari ham matviy holatda. Abduf, Abagrev, zapas pul. Bagajlari elektrichskiy bo'ladi. Hamma zamonaviy funksiyalari bor. Kraskasi top-toza. Mana orqada ham dugalari, stoplari splashnoy yonadi. Bagajlarda shtorkalari bilan mana bunaqa narsalari bilan turibdi. Tayyor bu ham. 5 ta balon bir xil bo'ladi. Sorento 29.500 dollarga, mana 70 ming yurgan, bu ham 2023 yangi balonlarda, rangi ham juda chiroyli, kraskalari toza. Mana salonlari ham matviy holatda turibdi. Komfort pozitsiya, bu ham 7 kishilik panorama lyukli, orqalarida shtorkalari bor. O'zinglar avtomobillarni ham olib qolib barter ham qilib beramiz yoki mashinalar bo'lsa sotib ham olamiz. Mana 7 kishilik avtomobil, bu ham panorama lyukli. Juda ham chiroyli holatda mashinamiz. Hammasiga garantiya 1 oy tekshirib olasizlar. 20 ming, 25 ming pulinglar bo'lsa 18 ming. Mashinalarimiz Nexia savdoga ham kelishamiz. Manzil Andijon shaharda. Bu yerda Havalimiz bor. 17 ming dollar deyapmiz. 25-58 ming yurgan. Propanlari bor, bu ham kraskalari toza. Balonlari, parovlari yaxshi holatda. Keyingi avtomobilimiz Cherry 7 Pro lyukli varianti 18.700 dollarga, propan gazlari bilan 30 ming yurgan oppoq beli jemchuk rangda. Cherry 7 Pro da mana 360 kameralar bilan eng yuqori full pozitsiyasi. Olsanglar maza qilib haydaysizlar.
Hozirgi kunda avtosalonda 26 ming atrofida turadi bu avtomobillar. 2003-yil edi. Mana orqalari, bagajlari elektronli, balonlari yaxshi holatda, parovlari bor. Oppog'ini xohlasanglar mana tayyari. Bu yerda Cherry 7 Pro'da 6 Pro'da ikkitasi bor. 25-15 ming yurgan bezlyuki 1.5 turbo. Krugovoy tonirovka propan gazlarda narxi 15.500. Bunisini 15.800. Ikkalasi ham mana e'tibor bersanglar Lexus Morda. Bunisi lyuklisi 360 lik eng yuqori pozitsiyasi. Bu bitta lyuki yo'q. Bunisi benzinda, bunisi gazda. Kelib ko'rib, haydab haydab kelsanglar bo'ladi. Uzoq yaqindan keladigan akalarga mana turar joylarimiz ham bor. Dokumentlarni tezda bitkizib beramiz, ishinglarni. Hammasi o'zimizda hujjat shu yerda bo'ladi. Hozirgi kunda mana yangisini olaman desanglar 20 mingdan baland bu mashinalar. Keyingisi Kia K5da ozgina petnosi bor narigi tarafida. Ikkitami 3ta detalda 140 ming yurgan 20.500 deyapmiz buning narxini. Mana eng full pozitsiyasi, sidinalari isitadi, sovutadi. Kamiga metan gaz, yaxshi balonlar qo'yib qo'yilgan, mana panorama lyukli head-up displey bor, rangi ham juda ham chiroyli. Faralari lupali bo'ladi, 20.500 ga mana Malibu'da puli. 21-yil 22 birkada. Keyingisi mana Elantra mashinamizni lyukli 3-pozitsiyasi 80 mingdan oshiqroq yurgan 22-yili bu. Bitta detalli petnosi bor. Kirilod uchida mana salonlari yaxshi holatda turibdi. Aytib o'tilgandek lyuklari bilan elektronik monitorlari bilan benzin yurgan mashinamiz. Orqa stoplari splashnoy yonadi. Bu yerda ichkarida 90 boshqacharoq rangi, ikki oyning rangi deyarli bir xil. Orqalari keng bo'ladi. Zo'r narxlarga qilib beramiz. Mana manzilimiz Andijon shahar. 80 metrlik ko'chadan ozgina mana Jalava taraf yurganda. Mana 80 metrlik ko'cha bu yoqda. Biz ofisimiz. Kelsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz. O'zingizlarda avtomobil bo'lsa ham bemalol sotib olamiz. Xudo xolasa uzoqdan kelganlarga notarius polni baklarini bonus qilib beramiz. Xursand bo'lib ketasizlar, hammanglarni kutib qolamiz. Ko'pchilik bizni mana taniydi, o'zi ko'rsanglar Azizxon ukamiz videolarga olib berib turadi. Tez orada uni ham chaqiramiz. Barchalarni kutib qolamiz, sog' bo'linglar.